30 yil bu katta masofa. Bu yillar davomida Asaka Bank o'z yo'lini qat'iyat, mehnat va ishonch bilan bosib o'tdi. Har bir davr yangilanish, har bir bosqich o'sish davri bo'ldi. 1995-yilda boshlangan faoliyat bugungi kunda mustahkam poydevor, boy tajriba va keng imkoniyatlarga ega tizimga aylandi. Asaka Bank o'z mijozlariga ishonchli moliyaviy hamkor, mamlakat iqtisodiyotining barqaror tayanchi sifatida tanildi. Bank faoliyati davomida minglab loyihalar amalga oshdi. Minglab mijozlar o'z orzularini ro'yobga chiqardi. Har bir muvaffaqiyat ortida fidokor xodimlar, sadoqatli hamkorlar va mijozlarning ishonchi mujassam. Asaka Bank bu nafaqat 30 yillik tajriba, balki kelajakka bo'lgan aniq ishonchdir. Yangi texnologiyalar, zamonaviy xizmatlar, xalqaro hamkorlik, bularning barchasi bankning hozirgi qiyofasini belgilaydi. Asaka Bank 30 yil siz bilan. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Bugun biz uchun juda muhim sana. Asaka Bankning 30 yilligi nishonlanyapti. Albatta bu yutuqlarni siz bilan birgalikda, sizlarning mehnatingiz, sizlarning sadoqatingiz, bankka bo'lgan sevgingiz sababli erishdik. Birgalikda jamoaning hamjihatligi, shu sizning mehnatingiz bu Asaka Bankning ustuni. Sizning sadoqatingiz bu bankimizning eng katta boyligi. Ishingizga muvaffaqiyat tilayman. Hammangiz shu oldingizga qo'ygan maqsadlaringizga yetib yuring. Hammamiz hamjihatlikda bankka yutuqlarni nishonlash nasib qilsin. Hammangizga bayram muborak bo'lsin. Уважаемые коллеги, поздравляю всех. 30 лет – это начало. Желаю нам новых побед, новых удач. И Asaka Bank Ольга.